Robbim Alloh. Qiblam Ka'ba. Dinim Islom. Kitobim Qur'on. Payg'ambarim Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam tilimda oyati kalom. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. 18 ming olamni yaratgan Alloh turg'azib qo'yibdi yerni Alloh. Bo'ysundirib unga quyosh, oy va havoni go'zal qilib yaratdi odam atoni. So'ng buyurdi farishtalarga sajda qilinglar deya odam atoga. Farishtalar sajda qildilar, ammo Azozil ketdi riyoga. Meni yaratding dedi olov nuridan, insonni esa loy balchiq tubidan. Olim bo'lib dars berdim farishtalarga, endi sajda qilaymi odam atoga. Azozildan ranjigan Parvardigor olam berdi unga qo'pol qilib shayton degan nom. Bosildi Azozilga la'natli tamg'a, bir umr jannatdan bo'ldi badarg'a. Shunda ham insonga qilmasdan ta'zim so'rardi Allohdan faqat bir izn. Bandang tufayli shayton bo'libman, endi bir umr unga bo'layin dushman. Urab olay bandangni to'rt tomonini, yemirib asta-sekin qalb iymonini. Yuraman uning yurak qonida, ko'ramiz yurarmikin sening yoki mening yo'limda. Insonga aql berdi yaratgan Xudo, evaziga hech narsa so'ramay hatto muqaddas kitoblar orqali yo'lin ko'rsatib, tanla dedi haq yoki shayton yo'lin aql ishlatib. Shu bois odamga qasd bo'lib shayton qurdi inson ichida o'ziga makon. Odam atodan momo havo paydo bo'lgandan keyin ulardan zurriyotlar tarqala boshladi sekin. Odamlarda qolmadi zarracha vijdon, unutib Xudoni qoraydi iymon. Na uyat qoldi, na sharmu hayo, erkaklarda oru ayolda vafo. Bir o'rinda ikkovlon yotib benikoh, bundan ham og'irroq bo'lurmi gunoh? Shunda ham qarang mehribon Alloh qutqarib jaholatdan bandalarin. Elchi qilib yubordi payg'ambarlarin. Odam atodan to hozirga qadar o'tdi 124 ming payg'ambar. Ulardan Muso, Iso, xullas kalom, oxirgisi Muhammad alayhissalom. Rasulimiz payg'ambar bo'lmasdan hali Hiro g'origa bordilar ibodat qilgani. Shu vaqt Alloh farishtasi Jabroil kelib, sizni Alloh sayladi dedi payg'ambar qilib. Nur bo'lib yoritgaysiz devon hayotni, qalblarga jo qildi ushbu oyatni. Iqro bismi robbikallazi